Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Mana bugungi darvozamizni ham nihoyat o'rnatib oldik. Afsona fason deyiladi bu darvozamiz. Bu darvozamizning materiallariga keladigan bo'lsak, materiallari 10 ga 5 shivillarda bo'ldi. Tagi ham 10 shivillar bo'lgan. Tevalarimiz 10 ga 5 profilda bo'lgan. 1.7 stenada bo'lgan. Materiallari 6 ga 4 profillarimiz ham 1.7 stenada bo'lgan. List qalinligi 1.8 plyusovoyda bo'lgan. Ko'pchilik haliga mana aytdi nerjevik ham deyishadi. Yo'q, bu kraskada chiqqan 1.8 listda bo'lgan sheylar ham. Qo'llariga keladigan bo'lsak, bu ham o'sha profildan ishlatilgan. 4 ga 2 profillar. Banela 2 shumkali 2 qavatli mana. Bemalol kimga darvoza kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Kalitkalari mana ichidan ochiladi. Ana 3 ga 2 pesh burunlariga 3 ga 2 da ishlatilgan. Tevalari ham shumka bo'lgan. Shular ham 2 qavatli shumkali qilingan tevalarini ham. Mana xudo xolos darvozamizdan ochilib yopib ko'rsatib beramiz. Ular ham o'ta yengil, shumkali bo'lishiga qaramasdan. Mana orqa tarafidan yopilish narsalarini ko'rsatib qo'yamiz. Mana orqasidan Xudo xolasa o'tda mana orqasidan ham bemalol ko'rilaveradi, urib ko'rilaveradi. Shumkada bo'lgan 1.8 oldi ham, orqasi ham 1.8 listda bo'lgan. Shumkali 2 qavatli bo'lgan. Zamonlar doimiy zubur. Xudo xolasa darvozamizdan avzorlarni ko'rib oldilaring. Kimga darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, buni 1 metr kvadrati 1.400.000 so'mdan chiqadi. 1.400.000 so'mdan. Kimga darvoza kerak bo'lsa bemalol orqaga chiqaveringlar.